sizlar bilan Dota 8 Minecraft va bugungi videoda sizlar bilan просто o'zimni qishlog'imda kattagina yashab qo'yaman. Yana sanmi boqi jonga teging san. Jonga kelma, chiqib ketish davay. Bu azobni bu yurakka kesildi. Amayli. Qaytaramiz qisqasi. Bu orolga 3 yildan beri kelganim yo'q desam. Ancha bo'ldi. Qanaqadir bo'y kelib shekilli. Aytmoqchi bu hokim yo'q yeydi. Hokim shunaqa qo'yib qoladi o'zicha. Yo'q, men sotganman. Anglashganmiz qisqasi mana uyim. Yotog'im va epik narsalar. To'g'risi, anitaga nima edi? Kechagina ana shuncha joyga qanday siljidi bu? Kechagina mana bu yerda solgan edi-ku. Oyog'imga yopishib qoldi, nima edi bu? Yo'q qilish kerak-da, shuni boqi. Shekillar qo'ydinglar qanaqadir kasallik toshiydigan narsa bo'lishi mumkin bu. O'tinglar boqqa. Katta orolning katta qismini egallab olibdi. Oyog'imga yopishib qoldi yana. Momcha uzun mana. Qisqasi mana bu taraflarga o'tib bitta ko'p kelaydi. Yani creeper, yana deydi-ku. Ovqat deyimizdan qani? Va shu katta joyda egallabdi, ha. Qo'rqmayman men sendan. Qisqasi buni yo'q qilish kerak menimcha. Hozir kechasi bo'lganda yo'qsanmi yoki amayli yaqin televizor bekmoqchilar. Boyim aytmoqchi. Boyagina ko'chdim bu yerga. Hokim qayerga ketgan. Men nislarni ichidagi nislardan sotib olgan edim. Bularga tufaqdim-ku. Qisqasi mana bittaki oltinlar ekan bu. Va mana bu uchar hammasi meniki edi. Men operatsiyadan chiqqan. Ikkalasi meni telefonlarim. Hozirga bitta ikkita ko'rinib qolgan. Otlarni solib qo'yamiz. Kerakli narsalarimiz va alo, yukim kelyapti-mi? Televizor. 2 soatda kelayotgan, bo'ldi. Maqsay bo'ladi ungacha. Qo'lizini qaraychi. O'zi ketgandir. Chitirin nimaga yo'qdi lekin shu. Mahkam. Men sendan qo'rqmayman. Deyla, bo'ntadi. Yaxtakina bu. Siz mana shu ikkalasi meniki. Mana bu ikkalasi. Ana shuni ham 3 ta oltinga sotib olsam bo'lardi-ku. Lekin qo'shimcha ishda bu. Endi bulardan foydani olishga. Endi bulardan foydani olaman. Doimgidek. Bularni hayvon bitta chiqdi. Asosini shahardan olamiz. Mana. Olsak yaxshigina qolamiz lekin. Ikki cho'shibni chiqdi. Mana endi bunisini olish kerak. Oldim.
Canım hem terimde ba'ziga. Mana aytdim tushib ketgan deb. Mana shuncha foyda qildik. Mana shu yo'lni ham opam budjetga ovoz berildi, lekin to'g'rilagan yo'qda. Hozir lapatam nolimi. Kattakunasini yevaramiz endi. Qorin ochdi. Va bularni hosilni qo'yib qo'yamiz. Va kech bo'lishimiz endi. Va mana ikkita kattakon televizorim keldi. Endi nima qilishni bilmasdan o'tirman va kravatimni servisiga surdim и endi ikkinchi qismda mana shu yerga qarshi vaksina nima bo'ladi yo'qotish, ana shu kasalliklarni yo'qotish masalasini qilish uchun ishchilar olib kelaman. Ular tozalaydi. Unga uchun men telefon qilishim kerak. Va birinchi qismni hozircha zerikarli qilib yozib turamiz.